O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi sport telekanali O'zbekiston chempionatini jonli translyatsiya orqali yoritib bordi va bugun final jarayonlariga eksklyuziv intervyularga guvoh bo'lasiz. Shunday ekan, bizdan uzoqlashmang. Hurmatli do'stlar, Sport telekanalida Sport kuni dasturi davom etar ekan. Meni yonimda xalqaro turnirlar g'olibi, Olimpiadaning 3 karra ishtirokchisi, bugungi kunda esa ayollar boksi bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi Elshod aka Rasulov biz bilan birgalar. Elshod aka, avvalambor sizni ko'rib turganimizdan juda xursandmiz va O'zbekiston chempionati mana bir necha kunlardan buyon ko'tarinki kayfiyatda jo'shqin davom etmoqda. Unda shogirdlaringizni ishtiroklari ham ajoyib kechyapti. Sizni avvalambor tabriklaymiz. Albatta, bugun oxirgi yetib turgan kattalar o'rtasida o'sha O'zbekiston chempionati shu bir hafta davomida juda ham ajoyib janglar bo'ldi. Bugungi kunda ayollar boksini umuman olganda viloyatlarda, respublikamizda rivojlanib turganini ko'rib xursand bo'ldik. Yangi nomlar, yangi chempionlar, bo'lajak jahon chempioni, olimpiada chempionlari nasib bo'lsa, ularni ko'rib albatta odam quvondi. Yana bir marta men aytib o'tishim kerak. Shu boks federatsiyasi rahbariyati tomonidan bunaqangi O'zbekiston chempionatini yuqori saviyada tashkillashtirib, bu yerdagi sharoitlarni qilib berishdi. Bu ham albatta bizni murabbiylarni, qolaversa sportchilarimiz, bokschilarimiz katta yutug'i. Mana 2025-yil davomida shogirdlaringiz juda ajoyib natijalarni ko'rsatishdi. 2026-yilga qanday rejalar qo'yishgan? 2025-yil to'g'ri aytyapsiz. O'sha yil boshida qo'ygan rejalarimizga qaysidir ma'noda yetib bordik. Endi 2026-yil bu yil bizda juda ham ko'p xalqaro turnirlar, Osiyo chempionatlari, Osiyo o'yinlari, qolaversa 3 bosqichli jahon kubogi, qolaversa bir qancha xalqaro turnirlar bizni kutib turibdi. Niyatimiz oldimizga qo'ygan rejalarimizga maksimal darajada tayyorgarlik ko'rish, qizlarimizni saviyasini yana ham shu texnik tarafdan, jismoniy tarafdan rivojlantirish, sentyabr oyida bo'ladigan Osiyo o'yinlariga yaxshi tayyorgarlik ko'rib, Osiyo o'yinlarida yuqori natijalarga erishish. Bu yilda aynan Osiyo o'yinlari yili desak ham menimcha to'g'ri bo'ladi, chunki barcha e'tibor Osiyo o'yinlariga qaratilgan. Yanvar oyidan yil boshi esa juda ajoyib tarzda O'zbekiston chempionati bilan boshlandi. Atmosferani, bu yerdagi haroratni ko'rib, xuddi bir jahon chempionati o'tayotgandek o'zimizni his etishimiz mumkin. Buni menimcha sportchilar ham his etishyapti. Albatta, biz ko'plab shu xalqaro turnirlarda qatnashganmiz. O'sha Yevropaning rivojlangan davlatlarida ko'rganmiz. Ularda o'sha chempionatlarga qanaqa o'tishi, tashkiliy ishlari hozir bizni o'zimizda kerak bo'lsa ulardan bir barobar yuqori qilib bunaqangi O'zbekiston chempionatini tashkillatishdi. Bu albatta aytganimdek juda katta yutuq. Hozir mana shu O'zbekiston chempionatida biz asosan O'zbekiston terma jamoasini shakllantiramiz. Mana shu terma jamoaga shakllanib, o'sha 40 ta bokschini ajratib olganimizdan keyin mana shulardan biz saralab, o'sha aytib o'tganimdek oldimizda Osiyo chempionati, 3 bosqichlik jahon kubogi, bu Braziliya, Xitoy va oxirgi final janglari O'zbekistonda noyabr oyida bo'ladi. Bunga tayyorgarlik asosiy yana ham e'tiborimiz bu Osiyo o'yinlari. Shogirdlaringiz bugun qanchalik ishonchingizni oqlashyapti? Bugun albatta bir aytadigan bo'lsak, 5-6 yil oldin ayollar boksida bunaqangi saviya, daraja yo'q edi. Bunaqangi e'tibor yaratib berilgan sharoitlar yo'q edi. Bugungi kunda juda yuqori yaratib berilgan sharoitlardan, qilinib turgan e'tiborlardan qizlarimiz ham yaxshi, unumli foydalanib, bugun boksga tushib turganlarda bokslarni ko'rsangiz, albatta bir havassiz keladi. Umuman o'zimizning mehnatimizni ko'rib turganimizdan murabbiylar shtabi juda ham xursandmiz bundan. Bugun hal qiluvchi pallalar, hal qiluvchi palla oldidan sportchilarga qanday tilaklarni bildirib qolasiz? Faqat omad harakat qilishsin, o'zlarini ko'rsatishsin, Xudo xolasa jahon chempioni bo'lsin, olimpiada chempionlari bo'lsin, Osiyo o'yinlarini g'alaba qozonishsin. Bugungi bo'lgan final janglarda hammasiga omad. Omad tilab qolamiz. Elshod aka, katta rahmat. Charchamang. Sport telekanalida Sport kuni dasturi davom etadi. Bizdan uzoqlashmang. Diqqatimiz markazida esa O'zbekiston chempionati.